va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi 6,5 so'tix yer maydoniga joylashgan bir qavatli, jami 7 xonadan iborat bo'lgan uy loyihamiz bilan tanishib chiqamiz. Loyihamizni mana shu holatda qurish uchun kamida 6,5 ila 7 so'tix yer maydoni kerak bo'ladi. Yerimizning tashqi razmerlari eniga ko'cha tarafdan ko'rinishi 24 metr 50 santimetrni, uzunasiga yon tarafdan ko'rinishi 25 metrni. Uyimizning tashqi razmerlari ko'cha tarafdan ko'rinishi 24 metr 50 santimetrni, uzunasiga mana bu yon tarafdan ko'rinishi 23 metrni, orqa tarafdan ko'rinishi esa 19 metrni tashkil etadi. Bu uyimiz naveslari bilan umumiy holatda egallab turgan yer maydoni 350 kvadratni. Ichki xonalardan foydalanish uchun mo'ljallangan yer maydoni esa 278 kvadratni tashkil etadi. Endi uyimizning poydevor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, poydevorimizning balandligi 70 santimetrni, eniga 40 santimetrni tashkil etadi. Mana shu umumiy ko'rinishdagi uyning o'zini poydevori uchun 47 metr kub beton quyishimiz kerak bo'ladi. 47 metr kub beton uchun standart holatda 14 tonna sement sarflanadi. Poydevor orasiga kamida 12 lik armaturadan 4 qator qilib tashlaydigan bo'lsak, umumiy hisobda 680 metr armatura sarflanadi. Uyimizning devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, devorimizning balandligi 3 metr 20 santimetrdan iborat. G'ishimizning sarf xarajati esa 12 ga 25 standart pishgan g'ishtdan 1,5 g'ish qilib deyiladigan bo'lsa, umumiy hisobda bitish holatigacha 88 ming dona pishgan g'isht sarflanadi. Agar 30 ga 60 balandligi 20 santimetrdagi gazoblokdan teriladigan bo'lsa, umumiy hisobda uyning o'zi uchun 3900 dona gazoblok sarflanadi. Endi uyimizning ichki xonalari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, darvozadan ichkariga kirganimizda 12 metrli navesimiz bo'ladi. Bu navesning o'ziga ikkita mashinani bemalol joylash mumkin. Chap tarafdagi mana bu navesimizdan yozda bitta so'ri qo'yib foydalanish uchun mo'ljallaganmiz bu navesimizni. Yoki bu yerdan xohlovchilar letniy kuxnya, ya'ni yozgi oshxona o'rnida foydalansa ham bo'ladi. Bu navesdan keyin mehmonxonamizni joylashtirib o'tganmiz. Mehmonlar uchun ichida alohida yotoqxonasi va bitta dushovoy bilan qilingan. Agar mehmonlar uyda tunab qoladigan bo'lsa, mana shu xonani o'ziga joy qilib berishingiz mumkin. Mehmonlar uchun ham sharoitlar qilingan. Bu tarafdagi uyga kirib yurmaydi, uy egalariga noqulayliklar bo'lmasin degan maqsadda mehmonxonani alohida qilib joylashtirib o'tdik. Endi bu yoqda asosiy uyga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda 5 ta xona joylashgan. Mana bu hovlimiz bilan 6 ta xona desak ham bo'ladi. Sababi bu hovlimizdan oilaviy o'tirib ovqatlanib va yana dam olish uchun oilaviy kundalik xona o'rnida foydalanish ko'zda tutilgan. Bu asosiy uyga kirish ko'zi ikki taraflama qilingan. Bolalar xonasi uchun alohida ikkita xona, bitta umumiy yuvinish xonasi va bitta garderobi bilan joylashtirib o'tilgan. Bu tarafga kirganimizda bitta hol, o'ng tarafda bitta oshxona, undan keyingi kichik xonacha kotelni uchun mo'ljallangan, undan keyingi xona garderobni uchun mo'ljallangan. Anchagina keng holatda bo'lgan bu garderobni xonamiz yoki bu xonamizdan hamma o'zining holatiga qarab boshqa biron bir maqsadda foydalansa ham bo'ladi. Mana shu xonamizdan. Mana bu xonamiz esa kattalar uchun yotoqxona bo'ladi. Ichida dushovoylari bilan joylashtirib o'tilgan. Ko'rib turganimizdek, bu loyihamizda yashash uchun hamma sharoitlar qilingan. Yana ikki ro'zg'orli oila yashashlari uchun ham sharoitlar yetarlicha bo'ladi. Bu yoq hammani o'zining holatiga qarab foydalanishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi loyihamiz mana shulardan iborat edi. Agar sizga bu loyihamizning to'liqligicha chizmalari kerak bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram sahifamiz orqali bizga murojaat qilsangiz, kelishgan holatda bizga elektronlik ko'rinishida yanada aniqroq ma'lumotlari va sarf xarajatlar bilan tashlab berishimiz mumkin. Bu albatta pullik bo'ladi. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, uy qurish haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz hamda loyihalarimizning chizmalarini kuzatib borishingiz mumkin. Sahifalarimizning silkasini har doimgidek video ostida opisiyaniyada yozib qoldiraman. Agar siz yana boshqa tayyor loyihalarimizni ko'rishni xohlasangiz, bizning YouTube kanalimizga o'tib, ko'plab loyihalarimiz orasidan o'zingiz uchun izlagan loyihani topishingiz mumkin. Agar uy loyihalarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu loyihalarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan mana shunaqangi foydali videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Bu loyihamiz haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoni ko'rishda davom etamiz, qadrli obunachilar.